150 kvadratli obyektimizni 2 kunda bitiramiz deb maqsad qo'ygan edik. 2 kunda Allohning izni bilan bitirdik. Bu yerda nima ishlar qilinganini bitta ko'rib olsanglar bo'ladi. İki kunning ichida biz qilgan ishlarimizga to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, kanalizatsiyalarimizni deyarli 100% tugatib bo'ldik. Issiq suv, sovuq suv montajlarimizni ham bitirib bo'ldik. Radiatorlarimizni ham montaj qilib bo'lindi. To'pli pollarimizni ham yoyib bo'ldik. Hatto kollektorlarimizni yig'ib, mixer smestirlarimizni ham o'rnatib bo'ldik. Undan tashqari, kotyolxonamizga PVH panellarini yopishtirib, kotyol yig'ishga tayyor. Bizdan keyin stashkachilarga topshirishimiz kerak. Suv urib, davleni urib, pad davleni qo'yib qo'ydik. Tabiiy savol tug'ilishi mumkin. 2 kunda bitgan obyektda nechta bola mehnat qildi? Avvalambor jamoamga kattakon rahmat. Birinchi kuni 8 ta bola, ikkinchi kuni 10 ta bola bilan shu obyektimizni bitirib yubordik. Bu videoni santexnik ishini qildirmoqchi bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Agar sizga ham tez, sifatli va ahil jamoat xizmati kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.